Hammaga salom do'stlar. Kirib kelgan yangi yil bilan hammani tabriklayman. Anchadan beri videolar yo'q, reaksiyalar yo'q, lekin xudo xolasa bu yil reaksiyalarni ko'paytirishga harakat qilaman. Bugun qiziq. Instar bilan Hayot R23 battle qilishgan ekan, shuni ko'rganim. Tanishinglar mushugim Yo'lbars ancha katta bo'lib qoldi. Anaqadan kelgandan keyin olganim. Bu hozir ketadi, katta ehtimol qochadi. Xullas, men bo'lsa o'zim erkimdan, o'z mustaqilligimdan foydalangan holda Instar trekiga battle qilmaslikka qaror qildim. Faqat R23 ga yig'laman, chunki bilasizlar, yomon qo'shiqlarga mana allergiyam bor. Qani ketdik. Ukam, gap sani qanchalik kuchli zarba bera olishingda emas, gap san qanchalik zarba ko'tara olishingda. O'sha zarbalardan keyin yana oyoqqa turib, yana oldinga bora olishingda. Agar senga hali hech kim qattiq zarba bermagan bo'lsa, unda bugungi gap birdaniga o'zingni qirol deb o'ylab qolishingda. Men seni kuzatdim. Sendagi muammo bitta. Boshqalarning yutuqlarini ommaga oson deb aytib, yolg'iz qolganingda yaratganga nolishingda, hammadan orqada qolishing dard, azart, g'azab, sen yomon ko'rgan Reperlarga go'yo har doim maza, stress, depressiya, bular hammasi xul. Sen hali xonangda izlab topolmaganingga qilib ko'rasan ta'zim va muntazam davom etasan. Xayolingda shaytonlar ham azada va o'zingcha hayotingni yangilaysan, ammo befoyda, hech narsa o'zgarmaydi. Kimdir e'tibor bergan bo'lsa, YouTube'da ham masalan o'zbekcha kommentariyalar, ya'ni kommentariy deyman, captionlar, ya'ni subtitrlar yaxshi ishlashni boshladi. Bemalol любой qo'shiq yozib qo'yib, subtitr bilan eshitsangiz bo'ladi agar o'chirib qo'ymagan bo'lsa. Hayot R23 bo'lsa, qo'shiqni boshidan bitta ma'ruza bilan boshladi, ya'ni chiroyli falsafiy gaplar bilan, o'ylaydigan chuqur gaplar bilan. Ko'rasan ta'zim va muntazam davom etasan. Xayolingda shaytonlar ham azada va o'zingcha hayotingni yangilaysan, ammo befoyda, hech narsa o'zgarmaydi bu shaxsiy bazadan. O'zingni aldolmaysan, o'zingni izlaysan, topolmaysan. Bitta gap kam, ikkitasi ko'p, asabiy bo'lib qolasan. O'zingdan qochib yurasan, ammo baribir tunlari o'zingni o'zing topib olasan. Mana senga paradoks, instarsan, arosatdasan. Texnikani bergan xudo qisgan farosatda sani chort. Ritmni ham, ya flowni ham, so'zlarni ham shunaqa tanlaganki, ya'ni standartda emas. Goh u yoqdan, goh bu yoqdan kelyapti, lekin juda yoqimli. Bitta flowda tushib ketyapti. So'zlarni ham zo'r qo'ygan lekin. Ochib yurasan, ammo baribir tunlari o'zingni o'zing topib olasan. Mana senga paradoks, instarsan, arosatdasan. Texnikani bergan xudo qisgan farosatda sani chort. Sen hammani ko'ra olmaysan, kim nimanidir zo'r qilib qo'ysa sen o'shani qila olmaysan. Lekin men bemalol qilaman deb karillaysan. Odamlarni aldaysan, amalda sen bitta ham gapingga javob bera olmaysan. Chunki sen mansan, kopiya meni yoshligimsan. O'ta ketgan mansan. Bu ketishda sen bo'la oddiy odam bo'la olmaysan. Qanaqa 60 ta battle, qanaqa 60 ta g'alaba bilan kim bo'la? Yarimi minori fanati, yarimi maktab bolalari yoki talaba. Sen battle rapda nolsan, faqat ovozing bor ekan. Ya'ni sen yutgan odamlar bular haqiqiy reperlar emas, shunchaki havaskor reperlar yoki maktab bolalar demoqchi. Tan olaman, lekin senda punch yo'q. Men ham ichsam luboyni maqtan olaman. Tavba yo'q, kelishib battle qilmoqchi bo'lgansan, o'z akangga ishonmagansan. Bila, ishonlagansan taningga va battleda yutib qanaqa qilib nishonlagansan. Family'dagi bitta ikkita bolalar bilan ham uncha kelisha olmay qoldim. O'shaning uchun ketaman, battle ham kerak emas, boshqasi ham kerak emas. Chiqib ketaman jalab. Nima desam bo'ladi? Bunaqa family'dagi bolalar bilan unaqa urushib qolib, u yoq bu yoq bo'lib talashib qoldik, lekin gruppadan nimadan chiqib ketdim. Kimsan? Sen avazi yutaman deb o'z oilangni sotgansan. Allo, Jam Family. Qaysi avaz haqida gap ketyapti, shunga tushunmadim lekin. Agar kimdir bilsa yozib yuboringlar. Bu bola sizlarga isnot kasal. Yana bitta fakt bor, sani sirlaringni ochadigan sal. Uy yoki ko'cha desa sen ko'chadigansan. Do'st yoki oila desa oilani tanlab, ammo na uy na ko'cha aniqmas. Menimcha sen tez ko'chadigansan. Senga ishonch yo'q, sen krizasan. Uy yoki oila desa sen ko'chadigansan. Nima dedi yana? Do'st yoki oila desa sen oilani tanlab, na uy na ko'cha, sen tez ko'chadigansan, ya'ni u yoqdan bu yoqqa ko'chib o'taveradigansan. Qalb alishtiraverasan demoqchi. So'z o'yinini ancha chiqib qolibdi, to'g'risi reaksiya qilish qo'lim chiqib qolibdi bundan.
ko'cha desa san ko'cha degansan, do'st yoki oila desa oilani tanlab, ammo na uy na ko'cha aniqmas menimcha, san tez ko'cha degansan. Sanga ishonch yo'q, san krisasan, yo unaqa emasmi? Unaqa bo'lmasa nima, oilang ko'chadami? Unaqa ham bo'lmasa san tanlagan ko'cha nima, uylaring ichidami? Oilani qo'sh San tanlagan ko'cha nima, uylaring ichidami? Oilang ko'chadami? Unaqa ham bo'lmasa san tanlagan ko'cha nima, uylaring ichidami? Oilani qo'shmasin debsan, o'zing qo'shib bo'lgansan, u labelingni nomiga qara, chiroyli yeb qo'ygansan. Ishonsanga vaqt ajratib qo'ygansan, u labelingni nomiga qara, chiroyli yeb qo'ygansan. Ishonsanga vaqt ajratib intervyudan o'rgansan, lyuboyga sindibsan, san bu hayotdan to'ygansan. Отвечаю, trekini eshitdim bir marta, tabriklayman. Endi sani o'zbomdan ko'p eshitganman. Aytgancha 800 ta muxlislaringmi bilmayman, yoki sani so'kkani kelganlar qolib ketishgan. San men nima qilgan bo'lsam hammasini qilib ketsan, nima degan bo'lsam debsan, lekin qirolman dema yepsan. Little Mo, Lil Gangsta, Carleon va yana kimlarnidir murdalari qatoriga otvoraman sani bepsan. Hayot 23 ga qarshi 2 soatda tekst yozasan, oxiri o'zingga ham o'zing ishonmay qolasan. Yo rostdan kimga foyda bu yolg'onlardan? San bir kun to'chna aqldan ozasan. Men senga bir hafta tekst yozdim, ishon xursandman. Senga nisbatan meni qalbim tozasan. Men rap san treksan, men King Arturman, sanchi soxta qirol Mordredsan. Battle rapda men Picasso, san men chizgan portretsan. Xullas itam tanimasdi, endi mana san trapsan. Professorman debsan, bu fanda menimcha ikkinchisan. Men qirol hayot birinchi, san hayot ikkinchisan. Bolam bilan battle qilaman deb o'ylamagan. Man qirol hayot birinchi. Ya'ni qirol Artur 1 va 2 ikkisi doim o'g'li bo'ladi. Yanada mano bilan bolaligida ham o'ynamagan edim, mayli bir kun hali bolam bilan battle qilaman deb o'ylamagan edim, mano bilan bolaligida ham o'ynamagan edim, mayli bir kun hali mani to'panta degan edim, ammo bugun bu bolaga bo'laman degan edim. Istar bola mehr istab, bugun otasin istar, chiqqanmidi esdan freestyle topib beradi onasi playlistdan. Nega mani otim bilan battle'da bu bola nima kutasizlar, bu bot terroristdan, mana nol freestyle restart paydo bo'lgan yana ofisda. Istar oddiy bitta kristal, ammo doim diamond no name la bilan dista. Bu real safe albatta morser faxrman grafon krista. Farqi yo'q artistdan afiristan, hasta la vista baby. Fingerman degan istar yedin, you ready man, Messi track artista. Boladagi bu daraja Diego Tristan, ego Cristiano Lego, no problem la'nat madridista. Farqi yo'q sana homo habilista. Sahre bu fast flow bilan birga dahoya punch bor, bilasam sanchmo kimsan, men uchun bir umr ta'zimdagi SpongeBob. Mana battle rap man oldim meros, man bossman, tekstlan rostlan itin qo'y qaytib qadamini bosman. Insta manda fakt yo'q deb o'ylama, xafa bo'lmasan, rap bermassan, yana Xorazm ovozi bu sanamassan, qarakan bilan chalar rap bermassan, bu nimasi yoki Sen Xorazm ovozmassan. Qara kim bilan chala reper massa. Okey. bermassan, yana Xorazm ovozi bu sanamassan, qarakan bilan chalar rap bermassan, bu nimasi yoki sana ovozing pasmi? Menga qara suka rasman, bu yakun emasmi? Qanaqa battle rap king bo'ldi, bor uyga mas bo'lib Toshkentda tunamasdan. Bitch, yo'bani ditch, men bilan battle'da diagnozi paraliz. O'rtasan qabrda mas, mana stolda yotibsan, tepingda kamina Leonardo da Vinci. Bu sana davring, chiq mana ringga, bo'rte istaganincha, ammo omma danger, foydasi yo'q rejasan. Panchima kimdan bilgansan birinchi. Mana bu battle, mana bu dars, mana haykalim instarni buddasi, mana bu hayot soxtasi mas. Mana haykalim instarni buddasi. Battle'da hammani otasi maydon to'la murdalar, bari burdalanib, bu raqibam qo'liga qurol ololmadi, uddalab bola bosolmadi, qadam teroq qadar tovon qadar bo'ldi, bu do'zaxda qolasam bu infoturaman. Qo'limni qoningga botirib yozdim nomingga xotira, tanangni har tomonga otaman, bu boringga xotima, ketdi boshing yotilib, go'shting jahannamga sotaman, qotilmas suyaklaringni uyda dorimga tortaman. Undertaker uyda suyaklaringni uyda dorimga tortaman. Ya'ni dor deganda anaqa osishmi yoki kiyimiladigan dori aytdim. Men boshida kiyimiladigan dori deb o'ylagan. Hozir o'sha mana osish aytyapti shekilli.
yotilib go'shting jahannamga sotaman. Qotilma suyaklaringni uyda dorimga tortaman. Undertakerman, ukamandan bekinman, men dafn qilaman seni bu tabiiyki tekinman. Mahorating bilan keyin yutqizgandek eman, men jasad oralab yuraman xuddi suzgandek eman. Rapperlarni yeyman deganlaring nima qildi yaqinda? Underground rapper man orqali himoya qildi. Kutilmaganda bu show nimaga hayron hamma, aslida bu hammadan boy aqlda tavba qildi. Sana dushmaning minor, mana dushmanim hamma. Menga mos raqib hali tushmadi ha. Papa kulmani yutgani. Sani dushmaning minor, mani dushmanim hamma. Menga munosib raqib tushmagandi. Shunaqadimi? Dushmaning minor, mana dushmanim hamma. Menga mos raqib hali tushmadi ha. Papa kulmani yutganidi, lekin men qaytdim Phoenix qushmani ha. Bilasanmi nega bu battleda? Phoenix qush bo'lsa o'zini kulidan, ya'ni o'zini kulidan, ya'ni yonib ketgan kulidan tiriladigan qush afsonaviy. Tipa humo qushiga o'xshagan narsa. Man hayotda hech narsa kelmadi qo'limdan, ko'p narsa qildim, yoqmadi, bo'lmadi, mana qaytdim, o'zing chiqding birinchi yo'limda. San men kabi bir kun ketasan va ketdim deb har kun yangi reja tuzasan. Qarasandan boshqa hammani bordir ertasi, yana men kabi sanam va dani buzasan. Mendan battar raqib tomon otilib, mendan ham arzon pullarga sotilib, qaytasan battlega ana shu paytda men aytaman welcome o'z baxtini qotili. Borib uzr so'ra arrangerdan, u sendan yuqori darajada. Sen u bilan battleda eski qatorlar bilan finalda senga nima bor hurmat talab, suka hammani aldab, asli uvol senga bu martaba. Sani chempion qilganman, xato qilganman, nega mana jangda yana bir martaman. Menga poxu senda qanaqa stil, poxu yana bor kimlarda qasding. Agar hozir menda lolo bo'lganida bir daqiqaga ham yaramasding. Umringni yarmini menga qarshi battle tekstini yozishga sarflading. Sen uchun meni bir hafta yozgan qatorlarimdagi hamma harflading. Muzikasiga ham aytib ketaymi? Orqada anaqa surna ketyapti. Qilib. Bugun senda qanaqadir jumlachalar bilan bo'ldi befoyda hamma hujumlarchalar. Mana men bilan birga qalban Lingerno, sen bilan benom jinvachalar. Qatorlarimdagi hamma harflading. Bugun senda qanaqadir jumlachalar bilan bo'ldi befoyda hamma hujumlarchalar. Mana men bilan birga qalban Lingerno, sen bilan benom jinvachalar. Mana men bilan qalban Linverno. Sen bilan bo'lsa jinvat, sen bilan benom jinvatchil. Linverno esa bu minor. Ma'nosi nima bu taxallusini? Instar qanaqadir yulduz ichidami? Ko'rinmay ketasan, hayot nur taratsa san uchun bir umr kunduz ichida. 5 yildan beri o'zim bilan o'zim raqib bo'lib har kun kurashaman. Men bilan birga hasadim yashab ketdi, meni tashlab hayot nur yashamadi. Agar imkon bo'lsa 16 yoshli o'zimga men maslahat ulashaman. Bugun aniq bilaman, unutmasan ham hayotda rohati bu nashaman. Ko'rdim hammasini, bo'ldim davralarda, to'rda hammasidan, to'ru qafasida to'ldi bag'rim, ba'zan bo'ldi aza, o'ldi yaqinlarim, so'nggi yo'lda hammasidim, o'zimda masidim men. Har doim nimalarnidir ta'sirida, hamon hayot bilan yosh tanishgaysiz, xabari bor million ta'siridan. Bilaman, bu fanatim yarasin, bugun men haqiqatga tik qarasam, o'zim qurgan chala qasrda umrbod o'zim qirol, o'zim asir edim. Bilaman, bu yaratilgan asar, men o'z hayotga qaratilgan asli. Agar men harakat qilganimda hatto taqdir o'z so'zini aytolmas edim. Qo'ldan kelganicha tarbiya qildim, menga hayotdan har kun zarba yiqildim. Men ham senga o'xshab mensimaganlarim o'rinni egalladi hayotda, ko'rdim, bildim. Menga kelgan takliflarni soxta deb men bariga tupurdim. Tasavvur qil, meni dushmanlarim tilmay yugurdim, men esa bir joyda turdim. O'zimga yengildim, o'zimga yutqazib, o'z taqdirimni o'z qo'lim bilan yana o'zimga tutqazib, oxir oqibatda meni fanatimni o'zimga teng bildim. Olam panohidir sendan oldin, romanda xavotir olgan hamma qoldi lo'q. Taxtu ravonga sen da'vogar, zarbali havoga kel, unda mendan oldin bor. Sen men kabi bir kun kelasan, bu qasrda bir umr zindonband bo'lasan. Unutma, agarda yashaging kelsa, men o'lganimda men bilan sen ham bo'lasan. Bu qo'shiq menga yoqqani uchun, ya'ni eshitdim, yaxshi chiqqani uchun reaksiya oldim. Battleda kim yutgani muhim emas, lekin kim yutganini javobi mana shu videoning o'zida bor. Hammaga rahmat do'stlar.
Hammani yangi yillar bilan yana bir marta sog' bo'linglar.